Valla yaxşımı, men bugün balık birayını qılay dep hazırlık qılgandım balalarım üçün. Bir adamның qilishi bir adamga o'xshamaydi, shuning uchun men video qilishni to'g'ri ko'rdim. Bu ketarlik materiallar ko'rdinglar. 5 tal tuxum, kabartma tozu, şeker, sarmay, hasal, un. Adı bilan men tuxum bilan şekerni 5 tal tuxumni chekib, andan keyin şeker to'kib ko'ptirib olaman. Şeker bilan tuxum ko'pdi. Endi biz sarmayni solaman. Andan keyin sarmay bilan mana ko'rdinglar, yarim stakan tarafida hasal qildim men, chiqqandim. Mushu ikkisini ravus ko'ptirman. Mana sarmay bilan hasal mo ko'p bo'ldi. Endi men bir paket kabartma tuzi, andin muvafiq miqdorda unni to'kib, qo'l chaplashmoqdagi holatda mushu rezinka paloq bilan birlashtirib, men mushuni mana lag'man taqsi bir taqsi un hazırladım. Agar kam bo'lib qolsa, qo'shiman ortiq bo'lib qolsa, ilib o'taman deganda qo'l chaplashmoqdagi holatda mushu paloq bilan aralashtirib yuboraman xamirni. Mana ko'rganinglardek qo'lga chaplashmoqdek bir xamir bo'ldi. Buni men yarim soat atrofida, 1 soat atrofida tindiraman. Xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Biz endi bu xamirni yong'oq cho'nligida yumaloq qilib, o'tirni besib, shu balık biranakning shakliga kirgizib, lisimizga tizimiz. Xamirimiz tinib turibdi. Mana ko'rganinglardek mushu holatda qilib oldim. Endi buni o'tirsini besib, lisqa tiziman. Balalarim uchun qilganligim uchun sal kichikroq qildim. Mushu holatda lisimga tizib oldim. Endi men buning ustiga bu tuxumning siriqini besib turib, o'tirga 180 gradusda 20-25 minut atrofida pishirib olaman. Mana tuxumning siriqini bo'ldim. Endi men isitib olgan 180 graduslik duxovkaga solaman. Mana 180 gradus pishib chiqqan balık biranik. Mana kamera keldimmi, eti chiqib qolibdi. Mushu holatda. Mana balık biranik pishib bo'ldi. Mening qilish usulim shu. Mana shunday churik yeyishlik bo'ladi bu. Mening balalarim pek yaxshi ko'rdi, uning uchun men balalarim uchun qilgandim. Mana mushu holatda bo'ladi. Pek yeyishlik bo'ladi. Ama shakli chiroyli chiqmay qoldi. Tutish berib fikrimlar bo'lsa, baysanlar bo'ladi inshaalloh. Lekin bek churik yeyishlik chiqadi. Mushu holatda sinab baqsanlar bo'ldi inshaalloh. Mening balık biranik usulim shu. Allah xolsa yangi mazmunlarni ko'rish uchun abone bo'lib qolishni unutmanglar. Inshaalloh yangi mazmunlarni yollayman bundan keyin.